Assalomu alaykum hurmatli haydovchilar. Hozir biz sizlar bilan Rizo Driver programmasida qanday qilib to'g'ri ro'yxatdan o'tish kerakligini ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz telefon nomerimizni kirgizamiz. Davom etishni bosamiz va bizga 4 ta raqamli tasdiqlash kodi keladi. Shuni kiritamiz. Endi esa bizning asosiy yo'nalishimizni tanlab olamiz. Bu siz asosan qaysi yo'nalishda qatnashligingizni bildiradi. Misol uchun mana kirgizaylik Qo'qondan Toshkent shahriga. Davom etishni bosamiz. Endi ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Xo'p, bu yerda biz birinchi o'zimiz haqimizdagi asosiy ma'lumotlarni kirgizib olamiz. Ismimiz, familiyamiz va GSIR. Bu nima desangiz, bu sizning pasportingizda pastda ko'rsangiz bo'ladi. Oxiridan ikkita tashab 14 ta raqamlik kodni olishingiz kerak bo'ladi. Bu sizda Pravezda ham bor. Pravezda 4D punktini ko'rsangiz, o'sha yerda ham 14 ta raqamli kod bor. Shuni kirgizamiz. Xo'p, endi jinsingiz va karta raqamingiz, karta raqam egasi va davom etish. Xo'p, mana ro'yxatdan ham o'tib bo'ldik. Endi biz tegishli hujjatlarimizni rasmga olib kirgizishimiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda pasportimizni oldi tomoni, pasportimiz orqa tomoni va pasport bilan selfie qilib olamiz. Davom etishni bosamiz. Endi esa haydovchilik guvohnomamizni fotokontroldan o'tkazamiz. Bu yerda ham xuddi pasport kabi oldi tarafi, orqa tarafi va haydovchilik guvohnomasi bilan selfie olamiz va o'zimizni selfimizni kiritamiz. Bu nima desangiz, bu sizni profilingizdagi turadigan rasm bo'ladi va mijozlar sizni shu rasm orqali tanishadi. Xo'p, uni ham kirgizib bo'ldik. Shu bilan biz ro'yxatdan o'tishni yakunladik. Xo'p, endi sizlar bilan qanday qilib o'z avtomobilimizni Rizo programmasiga qo'shishni o'rganamiz. Buning uchun birinchi kategoriyani tanlaymiz. Gentra Onyx Cobalt mashinalari sedan kategoriyasiga kiradi. Xo'p, mashina markasi Chevrolet, modeliga esa Onyx. Avtomobil rangini kiritamiz. Yoqilg'i turi. Va bu yerda standart komfort biznes tariflarini programmani o'zi sizning mashinangizni turiga qarab turib tanlab beradi. Xo'p, undan keyin mashina raqami, ishlab chiqarilgan yili va texnik pasport, texnik hujjatlarni ham rasmini kirgizamiz. Birinchi o'rinda tex pasport rasmi. Tex pasport oldi tomon rasmga olamiz, orqa tomon rasmga olamiz va davom etamiz. So'ng mashinani o'zini rasmini ham olishimiz kerak. Bu yerda mashinani ko'rsangiz, chap tomonini, o'ng tomonini, oldi tomonini, bagaji ochiq holatda, orqa tomoni, avtomobil orqa o'rindiqlari va oldi o'rindig'ini rasmini kirgizishingiz kerak bo'ladi. Bu o'zi sizga ramkalar ko'rsatib qo'ygan bo'ladi. Mashinangizni chiroyli qilib rasmga olsangiz bo'ldi. Xo'p, davom etishni bosamiz. Va yana bir marta davom etish tugmasini bosamiz. Shu bilan biz avtomobilni qo'shib bo'ldik. Ana endi biz qanday qilib liniyaga chiqishni, ya'ni ishga chiqishni o'rganamiz. Buning uchun biz eng quyidagi ishga chiqish tugmasini bosamiz. Va bu yerda siz o'z o'rindiqlaringizni band qilishingiz mumkin. Aytaylik, siz boshqa joydan tanishlaringiz orqali yoki mahalladan birorta klient olgan bo'lsangiz, shu olgan klientlaringiz sonini bu yerda belgilab joyingizni band qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun aytaylik, menda bitta odam oldim va ikkita joyim bo'sh. Shunda men bitta joyni band qilib qo'yaman. Va bu yerda e'tibor bering, siz jinsini ham to'g'ri kiritishingiz mumkin. Ya'ni ayol kishi bo'lsa ayol kishi, erkak kishi bo'lsa erkak kishi qilib kiritib qo'ysangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, uni pastrog'ida esa bizda asosiy yo'nalish bor. Asosiy yo'nalish nima desangiz, siz Qo'qondan Toshkentga bormoqchisiz. Menga hozir faqat shu yo'nalishdagi klientlar ko'rsatsin degan narsani beradi. Xohlasangiz buni kirib o'zgartirishingiz mumkin. Xo'p, mashinamiz tanlangan va liniyaga chiqish tugmasini tortamiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek biz liniyaga chiqib bo'ldik. Endi bu yerda eng yuqorida bizning asosiy yo'nalishimiz turibdi. Uni yonida esa qalamcha bor. Shu qalamchani bossak, biz liniyaga chiqishdan oldin band qilib qo'ygan joylarimizni ko'rishimiz mumkin. Va mana bizda ikkita joy bo'sh turibdi. Agar siz liniyada bo'lgan vaqtingizda yana qayerdandir klient chiqib qolsa, bu Telegram gruppa bo'lishi mumkin, Pitagdan bo'lishi mumkin yoki boshqa joydan tanishlar orqali bo'lishi mumkin. Agar mabodo sizga programmadan bo'lmagan boshqa joydan klient chiqsa, qalamchadan kirib joyni band qilib qo'yishni unutmang. Bu siz uchun ancha yordam bo'ladi. Programmadan olgan klientlaringizni band qilishingiz shart emas, chunki programma o'zi band qilib qo'yadi. Xo'p, band qilib saqlashni bosamiz va biz mana liniyada turibmiz. Endi shu yerda
programmani o'zi bizga eng mos bo'lgan klientlarni topib bizga ko'rsatadi. Xo'p, endi biz sizlar bilan qanday qilib programma orqali mijoz olish va buyurtmani oxiriga yetkazishni o'rganib chiqamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bizda Ulug'bek ismli mijoz mavjud. Xo'p, bu mijoz haqida bizdagi ma'lumotlar bugun 17:30 da ketishligi, qayerdan olib qayerga olib borishligimiz va pastroqda mijoz beradigan yo'l kiro narxi va necha kishiligi. Xo'p, o'ng tarafda esa mijoz bizdan qancha masofada joylashganligini ko'rishimiz mumkin. Bu mijoz bizdan 286 kilometr masofada joylashgan ekan. Xo'p, pastroqdagi karta tugmasi orqali siz bu mijozni qayerda ekanligini karta orqali ham ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu mijozni o'rganib chiqib, sizga ma'qul kelgan bo'lsa, uni qabul qilish tugmasini bosib, mijozni qabul qilishingiz mumkin. Xo'p, qabul qilgan mijozingiz sizning mening buyurtmalarim degan bo'limingizda ko'rinadi. Yangi buyurtmalar bo'limida esa faqat yangi buyurtmalar. Buni siz olishingizdan oldin ko'rsatadi. Ma'qulni tanlab olganingizdan so'ng bu sizning mening buyurtmalarim bo'limiga o'tadi. Bu yerdagi buyurtmalar faqat sizga tegishli. Xo'p, bu yerda siz mijozni ichiga bosib, mijoz oldiga borish tugmasini bosishingiz mumkin. Xohlagan birorta navigator xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Va yetib borganingizdan so'ng joyida tugmasini bosasiz. Agar mijozni olsangiz oldin qilasiz va safarni boshlab manzilga yetib borganingizdan so'ng safarni tugatishingiz ham mumkin bo'ladi va klient uchun baho qo'yib qo'yasiz. Xo'p, safar tugatildi. Xo'p, endi biz sizlar bilan balans haqida gaplashamiz. Eng yuqorida ko'rib turganingizdek 89850 ball. Bu sizning balansingiz bo'lib, ichiga kirsangiz sizdagi balanslar tarixini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni tranzaksiyalar tarixi. Xo'p, eng boshda ro'yxatdan o'tganingizda siz balansingizni to'ldirib olasiz va shu bilan har bitta olgan mijozingizdan yoki buyurtmangizdan ma'lum bir protsent hisobida balingiz ayrilib boriladi. Xo'p, balingiz tugagandan so'ng siz balansingizni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun pastda to'ldirish tugmasi bor. Shuni bosasiz va necha pulga to'ldirmoqchi bo'lsangiz shu summani kiritib tasdiqlash tugmasini bossangiz, bu sizni klik ilovasiga olib o'tadi va klik orqali siz balansingizni to'ldirishingiz mumkin bo'ladi. Yo bo'lmasam siz to'g'ridan-to'g'ri klik ilovasiga kirib, o'sha yerdan to'lovlardan rizo driverni qidirib va o'sha yerdan ham to'lov qilishingiz mumkin bo'ladi. U yerda sizga driver ID kerak bo'ladi. Driver ID qayerda desangiz, mana bu yerda ismingizning tagida ID degan punkt bor. Xo'p. Mana shu balansimiz bo'ladi. Xo'p, ana endi sizlar bilan faollik balli, ya'ni aktivnost haqida gaplashamiz. Xo'p, bu yerda ko'rib turganingizdek, yuqoridan o'ng tarafda faollik ballingiz turibdi. Menda hozir 30. Bu maksimal ball, eng ishni boshlaganingizda 100 ball bo'ladi. Va ba'zi bir vaziyatlar uchun ball ayriladi va ba'zi bir vaziyatlar uchun ball qo'shib boriladi. Bu haqida batafsil ma'lumotni mana bu yerdagi ma'lumotlardan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda vaziyatlar bor va har bitta vaziyat uchun necha ball berilishi yoki ayrilishi ko'rsatib o'tilgan. Hozir men sizlarga ba'zi bir muhim joylarini aytib o'taman. Xo'p, siz liniyaga chiqishdan oldin joyingizni band qilib qo'yishni o'rganib oldingiz. Endi siz liniyaga chiqdingiz, odam olib bo'lgansiz va band qilgan joyingizni bekor qilmoqchisiz, ya'ni bo'shatmoqchisiz. Shunda qalamchadan kirasiz va bo'shatishni uchun X ni bosasiz. Xo'p, X ni bosganingizda sizga ma'lumot chiqadi. O'rindiqni bo'shatsangiz faollik ballingizdan 5 ball ayriladi. Ya'ni qancha joyingizni band qilib liniyaga chiqdingiz va joyingizni bo'shatmoqchisiz. Shunda har bitta joy uchun 5 balldan ayriladi. Buni hisobga olishingiz kerak. O'shaning uchun imkon qadar haqiqatan ham ketadigan klientingiz bo'lsa, shunda joyingizni band qilib qo'ying. Agar band qilib keyin yana bo'shatmoqchi bo'lsangiz, aktivnostingizga minus bo'ladi. Xo'p, qancha aktivnostingiz tushib ketgan sari siz mijoz olishingiz qiyinlashib boradi va faollik ballingiz yuqori bo'lgan sari mijoz olishingiz ham osonroq bo'ladi. Eslatib o'tishimiz kerak, sizning ballingiz agar 10 balldan pastga tushib ketsa, siz bizning programmamizda ma'lum bir muddatga bloklanasiz. Bu haqida ham batafsil ma'lumotni mana bu yerdan olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana hozir men joyimni bo'shatganim uchun -5 ball bo'ldi. Mana bu yerda sizda har bitta ball ayrilgan yoki qo'shilganligi haqida ma'lumot bor. Ya'ni birinchisi mana oxirgisi joy bo'shatildi deb turib -5 ball beryapti. Demak, joy bo'shatganim uchun mendan -5 ball ayirgan. Xo'p, yana bitta holat bu klientni olganingizdan so'ng bekor qilish. Ya'ni buyurtmani qabul qildim, endi bekor qilmoqchiman. Bu yerda sizda agar oliboq darhol bekor qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni gaplashib ko'rdingizda mijoz bilan siz kelisha olmadingiz. Shunday vaziyatda imkon qadar voqliroq bekor qilib qo'ysangiz, sizning ballingiz juda katta minus bo'lmaydi, lekin baribir minus bo'ladi.
Siz esa mijozni qabul qilib, darhol bekor qilmasdan, mijoz ketish vaqtigacha kutib o'tirsangiz yoki ketish vaqtidan keyingacha ham kutib o'tirsangiz, keyin bekor qilsangiz, sizga aktivnostingizga, ya'ni faollik ballingizga juda ham katta minus bo'ladi. Xo'p, shuning uchun imkon qadar tezroq gaplashib, agar mabodo kelisha olmasangiz, vaqtliroq AdMe qilishni unutmang.